Qadrdonlar, shamoldan qochib kelib to'xtadik va qo'ygan videoyimni qabul qilganlaringga, fikrlaringni ko'rib, sizlar bilan muloqotga chiqqanligimdan juda ham xursandman. Lekin yaxshiyam shu internet bor, aloqaga chiqamiz, bir-birimiz bilan so'rashib turamiz yoki nimalarnidir bo'lishamiz. Lekin internet bo'lmasa-chi, internet uzilib qolsa qanaqa bo'lar ekan? Tasavvurga sig'maydi. Keyin sizlarni diqqatlaringni yana o'sha Yaqin Sharqqa qarataman. Yaqin Sharqdagi bo'layotgan konfliktga, ya'ni Eron va AQSh o'rtasidagi urushga, to'g'rirog'i Hormuz bo'g'oziga. Hormuz bo'g'ozidan qilinayotgan neft eksporti to'xtatilganligi jahon iqtisodiyotiga sezilarli darajada talofat yetkazdi. Ya'ni logistikaga, umuman zavodlar, fabrikalar ishlashiga, neft narxini oshishiga yoqilg'ilarni va 22-aprelda Tasnim axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Eron Islom Respublikasi Hormuz bo'g'ozidan o'tgan 20 ga yaqin internet trafik, ya'ni Hormuz bo'g'ozidan o'tadigan trafik kabellarini shikastlash, ya'ni uzish bilan ogohlantirdi va tahdid qilib chiqdi. Agar avvalo tinchlik tarafdori bo'lsa, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qanaqa talofatlar kelib chiqishi bilan qiziqib chiqdim. Bu jahon iqtisodiyotiga, ya'ni jahon sifravoy olamiga, ya'ni raqamli olamida juda ham katta inqirozga olib kelishi mumkin. Ya'ni jahon hamjamiyati ishlatadigan internet trafikni 20% dan 30% gacha aynan Hormuz bo'g'ozidan o'tadi. Buning natijasida Yaqin Sharqdagi mamlakatlar 90% gacha zarar ko'rishi mumkin. Ya'ni Qatar, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirligi, Ummon, yana va hokazo. Va Sharqiy Afrika, Shimoliy Afrika, undan tashqari Pokiston, Hindiston va albatta Markaziy Osiyo davlatlari ham bundan mustasno emas ekan bu talofatdan. Bu talofatda asosan ijtimoiy tarmoqlar emas, umuman bank tranzaksiyalari, birjalar, savdo-sotiq, ya'ni umuman transport, havo transporti, ya'ni samolyotlar, dispetching juda ham katta zararlar, talofatlar yetadi va buni tiklash uchun, ya'ni tiklash uchun ham agar urush bo'lmagan sharoitda 2 haftadan 8 haftagacha vaqt olishi mumkin ekan. Agar urush bo'ladigan, mana shunaqa uzilishlar bilan bo'lib turadigan urushlarda 6 oygacha ham cho'zilishi mumkin ekan. Bu talofatni bir kunligi 3 milliard dollar tashkil qilar ekan. Bir haftada 5 milliarddan 50 milliardgacha. Agar oyga cho'ziladigan bo'lsa, bir necha oy davom etadigan bo'lsa, bu talofat 5 trillion dollarni tashkil etar ekan. Va asosan nima ko'p esimga keladi, mana shunaqa konfliktlarni olib qaraydigan bo'lsam, Charles de Gaulle bir gapi bor. Agar insonlar, agar siyosatchilar yoki siyosat yoki manfaatlar bo'lmasa, insonlar bir-biri bilan juda ham tinch, aniq, ahil kelishib yashashi mumkin deydi. Va dunyo bo'ylab davom etayotgan mana shunaqa konfliktlar, urushlar, ya'ni voqeliklarning eng achinarli tomoni shundaki, insonlar umri qurbon bo'lyapti. Sivilizatsiyalar ortda qolyapti, infrastrukturalar buzilyapti. Hammasi qanaqadir manfaatlardan kelib chiqib sodir bo'layotgan narsalar. Lekin aynan shu nafs yoki manfaatni o'ylab bir kun kelib insoniyat o'zining ibtidosiga, ya'ni ibtidoiy jamoasiga qaytib qolishi ham ya'ni tasavvurdan mustasno emas. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin bunday bo'lishini tarafdori emasman. Dunyoda tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Hammamizni Alloh o'z panohida asrab qolsin. Sog' bo'linglar. Agar yana tafsilotlar bo'lsa, bo'lishib turamiz inshaalloh.